Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 49. Sure Hucurat. Medinede nazil bo'lgan 18 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mu'minlar, sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Niyetinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Rasululloh so'z qilgan cheg'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan to'g'lab yuqori ovozda so'zlashgandek, payg'ambarga to'g'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar, o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubhisizki, Rasulullohning yanada past ovozda gap qilganlarning dillarini Allah taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Shubhisizki, seni hujurlar, ya'ni pak ayollaringning turalg'i joylari orqasidan to'laydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular savr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam bir xabar olib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan bir qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliginglar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ishinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in suygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pisqini va kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir. Alloh hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilguvchi yoki Allohning hukmiga qaytganga qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatganga qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshdir. Urushib qolsa qarindishinglarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, bir qavm yana bir qavmni masxir qilmasin. Masxir qilingan qavm Allohning nazarida masxir qiluvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxir qilishmasin. Masxir qilinuvchi ayollar Allohning dargohida masxir qiluvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'ayvetini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allah tavba qiluvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Allah haqiqatan hammani bilguvchidir, hammadan xabardordir. Arabiylar iymon etdik deydi. Ularga aytqinki, tehi iymon etmadinglar, va lekin sizlar bo'ysundiq denglar. Iymon tehi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning amallaringlardan hech narsani kamaytib o'tmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir. Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonida shak keltirmagan, mollari, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. Ey Muhammad,
Aytqinki, Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dillaringlarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar? Halbuki Alloh osmonlardikini va zimindikini bilib turadi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliginglarni minnat qilmanglar. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar degin. Alloh haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilib turadi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turuvchidir.